Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Ismim Dilshod G'afurov. Mobius kompaniyasida tarmoqni rivojlantirish bo'limida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayman. Ishimiz jarayonida ba'zi protseduralarni, ba'zi ish jarayonlarini optimallashtirish, avtomatizatsiya qilish bilan shug'ullanaman o'zimni qo'shimcha ishimdan tashqari. Shu orqali demak dasturlashga qanchadir ma'noda kirib kelganman va bu avtomatlashtirish jarayonida отчетlar qilish, boshqalar qilish, misol uchun ishlar qanaqa ketyapti, qanaqa sur'atlarda yuryapti jarayonlar, buni ko'rish uchun asosan SQL tilidan foydalanaman va shu SQL tili demak Excelda qilinadigan bizani отчетlarimizga qaraganda ancha kuchliroq yordam beradi. Excelda ancha vaqt sarf qilib oladigan ma'lumotlarimizni SQL orqali 10-15 qator querylar bilan, so'rovlar bilan chiqazib olamiz. Shuning uchun hozir o'rganganlarimni sizlarga ulashish maqsadida video dars. SQL tili demak juda mashhur, ko'pchilik biladi, eshitgan, bilmagan bo'lsa ham kamida eshitishgan, dasturlashga kirib kelayotgan bolalar. Hop, bu video darslarimiz asosan nazariy bilan qo'shilib amaliy mashg'ulotlardan ham iborat bo'ladi. SQL ni o'tish uchun biza demak SQLite dialektidan foydalanamiz. Bir qancha demak dialektlari bor. MySQL, PostgreSQL mashhurlari, demak Oracle SQL bor. Windows demak har birimizni demak kompyuterimizda agar Windows Office bo'ladigan bo'lsa, Microsoft Access degan demak dasturi ham bor. Bu ham SQL til oilalaridan biri hisoblanadi. Biz soddaroq, yengilroq bo'lgani uchun SQLite tilidan foydalanamiz. Buning uchun demak birinchi navbatda kompyuterimizga o'rnatib olamiz. Hop. Buning uchun SQLite brauzerimizdan SQLite deb qidiruvga bersak, demak SQLite ni rasmiy sahifasiga yo'naltiradi. Demak, qidiruvda rasmiy sahifasi odatda birinchi qatorlarda chiqadi va rasmiy sahifasiga kirib download bo'limidan o'zimizning kompyuterimizga mos bo'lgan demak versiyasini tanlaymiz. Meni kompyuterim Windows bo'lgani uchun demak hop, e'tibor qilinglar, faqat Windowslar uchun demak exe variantli mana nimalarni tanlaymiz, programmasini tanlaymiz va hozir dastur skачать qo'ygandan keyin kompyuterimizga demak unzip qilib qo'yamiz. Hozir mana kompyuterimizga skачать qilib olindi. Endi buni demak unzip qilib olamiz. Zip formatda skачать qilgan. Hozir mana unzip qildi. Bu demak unzip qilingan 4 ta fayli bor. Buni demak imkon qadar o'zimizning C diskimizga ko'chirib olamiz. Buni sababini hozir aytaman. C disk asosiy diskimizga ko'chirib oladigan bo'lsak, demak hop. Endi demak SQLite muhitiga kirish uchun buni sistemniy переменный degan joyga yo'lini ko'rsatib qo'yishimiz kerak, put ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Hop, inglizcha bo'ladigan bo'lsa system variables, kompyuteringlar system variables degan system environment variables degan demak joyga kirib kompyuterimizga demak yo'lini ko'rsatib qo'yamiz. Environment variablesga pass degan joy edit qilib oxiriga demak qo'shib qo'yamiz. Hop, bizada mana bu yo'li
SQLite 3 ni demak qo'shib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, qo'shganimizdan keyingina mana demak qo'shganimizdan keyin hop, system variablesga qo'shganimizdan keyin demak bizani Windowsimiz SQLite 3 ni ko'rib, uni muhitida bemalol ishlay oladi. Hozir demak men рабочий stolda bitta papka yaratdim o'zim mana shu papkada ishlash uchun. Demak chekiraman. Xo'p, demak komandalarga o'tishdan oldin bir narsani o'tkazishimiz kerak. Xo'p, SQL ni o'zini tushuntirib o'tib ketaman. SQL nima? SQL demak bizada Structured Query Language degan ma'noni demak so'zlarni qisqartirmasi. Strukturalashgan so'rovlar tili deb tarjima qilamizmi o'zbekchada? Xo'p, bir qancha qismdan iborat bo'ladi SQL o'zi. Demak, SQL butun bitta til deb qarasak, bir qancha bo'limlardan iborat. Demak, data manipulation language degan joyi bor, data query language, data control language va data definition language degan bo'limlari bor. Biz asosiy e'tibor qaradiganimiz demak data query language bo'ladi. Hop, data definition language nima? Bu yerda biza demak SQL bo'yicha SQL asosan tablitsalar bilan ishlaydi. Bir yoki bir qancha tablitsalar bilan o'zaro bog'liq bo'lgan tablitsalar bilan oddiy Excel tablitsasi yoki Google Sheet'dagi tablitsalardan farqli ravishda bir-biriga bog'liq bo'lgan, bir-biriga mantiqan bog'langan tablitsalar bilan ishlaydi. Data definition language bo'lsa, shu tablitsalarni yaratish, ular orasidagi o'zaro bog'liqliklarni ko'rsatuvchi demak SQL ni qismi hisoblanadi. Ya'ni tablitsa nimalardan tashkil topadi, qanaqa demak ustunlardan tashkil topadi. Data definition language shuni hal qiladi. Qanaqa ustunlar va o'sha har bir ustun demak qanaqa turdagi ma'lumotlar turidan tashkil topadi. U raqamlardanmi, sonlardanmi, demak tekstmi, shularni aniqlab beradigan bo'limi data definition language. Hop, data manipulation language deganimiz tablitsa yaratib oldik. Endi uni ustida demak yozish, o'chirish, o'qish, o'zgartirish amallarini bajaruvchi demak data manipulation language va data query language bajaradi. Demak u tablitsalarga ma'lumotlarni yozish, ularni o'chirish yoki o'zgartirish data manipulation language. Yana aytishadiki datani o'qish ham, agar data o'qish bo'ladigan bo'lsa, tablitsani ichida data query language bu data manipulation language ichiga kirib ketadi. Tablitsalarga demak ma'lumotlarni yozish ekan, demak o'zgartirish va o'chirish data manipulation language. Data query language bo'ladigan bo'lsa, demak bu tablitsalarning ichida o'zi aslida nima bor, nima yo'q. Bu faqat o'qish uchun data query language va asosiy eng ko'p foydalanadigan qismi mana shu data query language. Va biz o'zimizning darslarimiz davomida asosiy e'tiborimizni, asosiy diqqatimizni mana shu aynan data query language ga qaratamiz. Va data control language bor. Bu tablitsalarga kimda dostуп bor, kimni demak ko'rish huquqi bor, kimni o'zgartirish huquqi bor haqida demak o'rganadigan, shu amallarni bajaradigan demak bo'limi SQL data control language bo'limi hisoblanar ekan. Xo'p, aytib o'tganimizdek SQL
ma'lumotlar ombori bilan ishlaydigan bo'lsa, ma'lumotlar omborida strukturalashgan tablitsalar bilan ishlaydi. Tablitsalarimiz bizani hop tablitsalarimiz tablitsa qilib oladigan bo'lsak, demak ustun va qatorlardan demak iborat bo'ladigan bo'lsa, xuddi bizadagi Excel, ko'pchilik ishlatadiganimiz Excel, Google Sheets kabi tablitsa demak tablitsalarimizdagi bo'ladi. To'g'ri yoki n-chi tablitsa demak hisoblanadi. Ustun hisoblanadi, uzr. Demak, tablitsalarimiz asosan demak ustunlar, mana 1, 2, 3, 4 va hokazo n-chi ustunlardan iborat va qatorlardan iborat bo'ladi. O'sha gorizontalni esa qator, vertikalni esa ustun hisoblanadi. Shu turdagi demak ma'lumotlar bilan ishlovchi til hisoblanadi SQL. Xo'p, amaliy mashg'ulotga o'tishni boshlaymiz. Buning uchun demak hozir ko'rsatib o'tganim SQL o'rnatilgan SQL demak joylashgan joyini sistemli переменныйga ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'lsa, o'shanda bizani demak komanda interfeysimiz da SQLite deb 3 deb ko'rsatadigan bo'lsak, SQL muhitiga kirishni boshlaydi. Demak, birinchi komandamiz SQLite 3. Xo'p, hozir SQLite 3 komandasi orqali biza birinchi komandamiz bu yoki mavjud bo'lgan ma'lumotlar omboriga kiramiz, o'sha ma'lumotlar omborining nomini yozib, bo'lmasam yangi bitta ma'lumotlar omborini yaratamiz. Xo'p, demak hozir popkamiz bo'sh, pustoy. Yangi ma'lumotlar omborini demak yaratmoqchimiz. Aytaylik, ombor nuqta db deb yozaylik, database. Xo'p, hozir ko'rgan bo'lsanglar, demak mana o'zgardi SQLite'ga va bizada ombor.db degan ma'lumotlar ombori yaratildi. Ma'lumotlar ombori yaratilganda, hozir bizning ma'lumotlar omborimiz bo'sh, hech nimadan demak iborat emas. Ma'lumotlar omborimiz bo'sh. Endi biza shu ma'lumotlar omborida tablitsa yaratishimiz kerak. Va tablitsa yaratib, undan keyin uni tablitsaning ichiga ma'lumotlar yozish, ma'lumotlarni o'zgartirish, ma'lumotlarni o'chirishni bugun ko'rib chiqamiz. Keyingi darslardan bo'lsa, demak, ichidagi ma'lumotlarni o'qishni boshlaymiz. Hop, birinchi komandamiz, demak, tablitsa yaratadigan komandamiz, demak, create table degan komanda ekan. Create table deymiz va yaratmoqchi bo'lgan tablitsamizning nomini demak ko'rib chiqamiz. Xodimlar deylik, birinchi tablitsamizning nomini xodimlar deymiz va demak xodimlarni tablitsalarimiz, xodimlar degan tablitsa yaratmoqchi bo'lsak, bu tablitsada demak qanaqa ustunlarimiz borligini va ustunlar qanday turdagi ma'lumotlarni qabul qilishini biz ko'rsatib chiqishimiz kerak. Ma'lum turdagi
demak, qaysi bir ustun ma'lum turdagi demak ma'lumotni turini qabul qiladigan bo'lsa, faqat o'sha turdagi, agar tekst bo'ladigan bo'lsa, faqat tekst, agar raqam, son bo'ladigan bo'lsa, faqat sonlarni demak biza ko'rsatib shu ustunga faqat shu turdagi ma'lumotlarni yoza olamiz. Birinchi demak ustunimiz aytaylik id bo'lsin. id turi integer, butun son. Xo'p, primary key deb qo'yaman. Bularga alohida to'xtalmaymiz, chunki asosiy vazifamiz aytib o'tganimdek, demak data definition language emas, data control language emas, data query language bo'ladi. Data manipulation language bo'lsa, qisqa mana shu birinchi darsimizda ko'rib o'tib ketamiz. Demak, birinchi ustunimiz bizda id qatori bo'ldi, ustuni bo'ldi. Ikkinchi ustunimiz demak ism, xodimlarning ismi bo'ladigan bo'lsin. Uni ma'lumotni turi text bo'ladi va not null deb yozib qo'yamiz. Not null degani bu ustundagi ustunidagi ma'lumotlar bo'sh bo'lishi mumkin emas degani. Xo'p, keyin ishlaydigan bo'limi deylik. Xo'p, bo'limi ham text bo'ladi. Buni tekstni o'zini qilamiz. Demak, bo'sh bo'lishi ham mumkin ekan, yozmasligimiz mumkin ekan. Oylik maoshi. Oylik ustuni bu real bo'lsin bizda. Real degani demak onli sonlar, integerdan farqli ravishda integer faqat butun sonlar hisoblanadigan bo'lsa, real demak only kasrli sonlarni demak real deb qabul qilar ekanmiz SQLite 3 da. SQL 3 da uzr. Va ustama haqqi bo'lsin oyligi. Buni ham real deymiz. Va e'tibor berasiz, endi 5 ta demak ustundan iborat bo'lgan xodimlar tablitsasini yaratyapmiz. id, ism, bo'lim, oylik va ustama ustunlari bor va tablitsamiz shu 5 ta ustundan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 4 ta biz yaratayotganimiz 5 ta ustundan iborat bo'ladigan bo'lsa, quruq hali hech qanaqa ma'lumoti yo'q. Nuqta virgul bilan har qanaqa so'rovimizni tugatamiz. Semikolon deyiladi. Demak, nuqta virgul bilan tugatamiz. E'tibor bersanglar, hozir SQLite ga o'zgaradi mana bu qatorlar. Mana bizda hozir demak xodimlar degan tablitsa yaratildi. Endi biz buni yaratilganini qattan bilamiz. Xo'p, biz hali ham demak esingizda bo'lsa, demak ombor.db degan ma'lumotlar omborining ichida edik. Yaratganimizdan keyin hali tablitsa yo'q edi va tablitsa xodimlar degan tablitsani demak jadvalni yaratdik. Endi jadvallarni qanaqa bu demak ombor.db ma'lumotlar omborining ichida qanaqa bizda jadvallar borligini ko'rish uchun .table degan komandamiz bor. Demak, mana ko'rdinglar xodimlar. Komandalar ro'yxatini .help deb chiqarsanglar bo'ladi. Bir qancha demak komandalarimiz bor. Hop. Xodimlar demak tableda xodimlar degan jadvalimiz bor ekan. Birinchi komandamiz shu xodimlar degan jadvalimiz ichida demak qanaqa ma'lumotlar borligini ko'ramiz. Select buyrug'i. Bunga alohida keyingi darsda to'xtalib o'tamiz. Select buyrug'iga yulduzcha qilamiz. Demak, all degani barcha ustunlarni menga ko'rsatgan. Nimadan? Xodimlar tablitsasidan. Xodimlar. Va yana demak so'rovimizni nuqta virgul bilan tugatamiz. Hech nima chiqmadi. Bu demak tablitsamizda hech nima yo'q degani. Hali hech qanaqa ma'lumot yozilmagan. Xo'p, endi demak xodimlar degan tablitsamizga aytaylik bir qator ma'lumot kiritmoqchimiz yoki bir qancha qator ma'lumotlar kirgizmoqchimiz. Ma'lumot yozmoqchimiz.
tablitsamizga qanaqa yozamiz? Demak, alohida yana bitta yangi komanda insert into xodimlar. Xodimlar jadvaliga kirgizgan. Demak, hop, bizda endi ustunlarning nomini ko'rishimiz kerak. Nima ustunlarimiz bor edi? Bu esda yo'q. Bo'lsin, misol uchun. Buning uchun nima qilamiz? Demak, schema degan komanda bor. SQLite'ni schema degan komandasi bor. Bu demak tablitsa, qaysi tablitsamizni ko'rmoqchimiz? Hozir bizda agar bitta tablitsa bo'ladigan bo'lsa, schema deb enter bossak, faqat bittani ko'rsatadi. Ma'lumotlar omborimizda 30 ta tablitsa bo'ladigan bo'lsa, schema deb agar enter bosadigan bo'lsak, 30 ta tablitsani har bittasini demak qanaqa ustunlari borligini ko'rsatib chiqadi. Agar ma'lumotlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, tablitsalar, jadvallar ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha siz faqat qidirayotgan tablitsangizgina ismini yozib berganingiz osonroq. Xodimlar deb bersangiz, qanaqa demak ustunlardan tashkil topganini va ular qanaqa turdagi ma'lumotlar qabul qilishini ko'rsatib beradi. Bizga esa hozir faqat bir dona xodimlar degan tablitsamiz bor ekan, uni o'zini bossak bo'ladi. Demak, bizda mana xodimlarni demak sxemasini ko'rsatib berdi. ID, ism, bo'lim, oylik, ustama. ID integer primary key qilganman. Integer demak butun son aytib o'tganimdek, primary key bo'lsa, bu SQL ni o'zini demak alohida qismi hisoblanib, qismi emas, alohida bitta turi hisoblanib, ID ni biz alohida tablitsaga kirgizayotganda bitta-bittadan kiritib o'tirishimiz shart emas. Primary key ustunini SQL o'zi avto inkrement qilib, ya'ni bitta-bittaga oshirib, birinchi demak ma'lumot kiritsak 1, ikkinchi jadvalni kiritsak o'zi 2, 3, 4 qilib, demak o'zi avtomatik tarzda kiritib boradi. Xo'p, biz endi xodimlar tabletsamizga ma'lumot yozmoqchi edik. Insert into qilamiz. Xodimlar jadvalimizga ma'lumotlar yozmoqchimiz va qaysi demak ustunlarga nima yozmoqchimiz, shuni ko'rsatib chiqamiz. Ism ustuniga yozamiz. Bo'limi ustuniga yozamiz. Oylik va ustama ustunlariga demak ma'lumot yozmoqchimiz. Insert into xodimlar jadvaliga kirgizgan values qiymatlarni. Qanaqa qiymatlarni? Demak, uni kiritib chiqamiz. Demak, birinchisi demak ism ustuniga kiritmoqchi edik. Text edi ism ustunini, demak, ma'lumot turi. O'sha text bo'ladigan bo'lsa, demak biz tekstni bir tirnoq yoki qo'sh tirnoq ichida ko'rsatib kiritib chiqishimiz kerak. Demak, birinchi ma'lumotimiz Timur bo'lsin. Bo'limi. Demak, administratsiya. Administratsiya bo'limida demak Timur degan xodimimiz ishlayotganlar, ularning oyliklari shartli ravishda 3500 deylik va ustamalari 10% demak 350 bo'ladi. Biz bir qator ma'lumot kirgizmoqchimiz, demak nuqta vergul qilamiz. Bir qator kirgizmoqchi bo'lsak, agar ikki qator kirgizmoqchi, ikki yoki undan ko'p qatorli kirgizmoqchi, bir yoki undan ko'p qatorli kirgizmoqchi bo'lsak, demak vergul bosib enter bosamiz va yana davom ettiraveramiz. Bo'limlari IT bo'lsin. Demak, oyliklari 4000 va ustamalari aytaylik 400 bo'ladigan bo'lsa, yana ishchilar kirgizaylik. Demak, Jahongir bo'limlari IT, oylik 4000, 350 ustama bilan va
yana bitta inson kirgizamiz. Demak, biza hozir Aziz degan insonni va HR bo'limi deylik. Oyliklari 3000 va ustamalari hozircha bo'lmay tursin. Ustama yozmadim, faqat oylik yozdim. Va nuqta virgul bilan demak tugatamiz. Xo'p, Azizda xato chiqazdi. Demak, insert into xodimlar. Demak, ism bo'lim, oylik ustama bo'limiga demak valueslarni kirgizamiz. Timur, Anvar, Jahongir va ustamasini yozamiz. 300 bo'lsin. Mana endi yangi xodimlar degan tabletsamizga 4 ta ma'lumot kirgizdik. Bu ma'lumotlarni hozir ko'rmoqchimiz. Xodimlar bo'limida demak qanaqa ma'lumotlar bor edi, shuni ko'rmoqchimiz. Demak, select buyrug'ini bosamiz. Demak, all demak yulduzcha asterisk degani demak barcha hozir zapros yozdim. Demak, so'rov yozdim. Select yulduzcha from xodimlar. Xodimlar jadvalidan barcha ustunlarni menga tanlab bergan. Chiqarib bergan degani, mana chiqarib berdi. Demak, 4 ta qiymat. Timur administratsiya 3500, Anvar IT 4400, Jahongir IT 4350, Aziz HR 3300. Biza kiritmagan ID bo'limimiz ham bor. E'tibor bergan bo'lsanglar 1 2 3 4 qilib ko'rsatib o'tilgan. Bu demak ID ustuni bu integer primary key bo'lgani uchun o'zi avto inkrement qilib SQL ni o'zi ko'paytirib chiqdi, yozib chiqqan. Xo'p. Endi buni demak bu qo'shimcha komanda SQLite ni o'zini ichki komandasi. Bu tabletamizni chiroyli ko'rinishda demak ko'rmoqchimiz. Bizda hozir demak ustunlarning nomi yo'q. Headers on degan buyruq bor. Bu ustunlarni ko'rsatib beradi. Hozirgi buyrug'imizni bossak, demak, mana ID ism bo'lim oylik ustama qilib, demak, ustunlarning nomlarini chiqazdi va tagida ma'lumotlarni chiqazdi, lekin chiroyli ko'rinishda emas hali. Chiroyli ko'rinishda ko'rmoqchi bo'lsak, mode degan, ya'ni buni ham SQLite ni 3 ni demak o'zini ichki buyruqlari. Mode CSV bor. Hozir kelgan table bor, column bor. Mode column. Va buyrug'imizni qaytarsak, demak mana hozir sal chiroyliroq ko'rinishda berdi. Va yana bizda modimiz bor. Table degan. Demak mode bor. Demak bu tablitsa ko'rinishida chiqazib beradi hozir. Ancha chiroyliroq hozir. Tozalab olamiz. Xo'p. Demak bizda ombor DB degan demak ma'lumotlar omborida xodimlar degan tablitsamiz bor va bu xodimlar tablitsamizda select all from xodimlarda 4 ta qiymat bor ekan. Timur, Anvar, Jahongir, Aziz ularni ishlaydigan demak bo'limi, oylik maoshlari va ustamalari ko'rsatib o'tilibdi. Biz hozir tablitsa yaratishni ko'rdik. Demak, create table qilib, uni qanaqa ustunlardan iborat bo'lishini tablitsani jadvalimizni ular qanaqa turdagi ma'lumotlar o'zida saqlashligi haqida yozib, create table orqali tablitsa yaratdik birinchisi. Ikkinchisi, demak, bu tablitsamizga qiymatlar qo'shib chiqdik insert into yordamida. Va hozir yana bir buyruq ko'rdik, select, ya'ni bu o'qish buyrug'i data query language yoki data manipulation language ichida bo'ladigan bo'lsa ham ma'lumotni o'qish. Va hozir bitta ma'lumot qoldi. Demak, ko'rishimiz kerak bo'lgan ma'lumotni bizada demak
o'zgartirish jadvalimizdagi demak Anvar ma'lum vaqtdan keyin o'zini demak bo'limini boshqaga o'zgartiradi. Update xodimlar. Xodimlar tablitsasida o'zgartirgan nimani? Set demak bo'limi degan demak ustundagi IT o'rniga aytaylik o'zi xato ketib qolibdi. Administratsiya bo'lishi kerak. Administratsiyaga va agar bu yerda nuqta virgul qiladigan bo'lsak, e'tibor qilinglar. Bu juda ham muhim narsa. Nuqta virgul qiladigan bo'lsak, xodimlar jadvalidagi barcha qiymatlarni, bo'limi degan ustunidagi barcha qiymatlarni demak administratsiyaga o'zgartiradi. Ko'ramiz buni. Select all from xodimlar. Bu ana ko'rdinglar. Biz Anvar degan xodimni bo'limini administratsiyaga o'zgartirmoqchi edik, lekin Anvar ham, Jahongir ham, Aziz ham boshqa bo'limda ishlab turib, ularning bo'limlari hozir administratsiyaga o'zgarib qoldi. Mana ma'lumotlarni o'zgartirayotganda va ma'lumotlarni o'chirayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Were demak so'zidan foydalanish kerak. Xo'p. Endi eski mana tablitsamiz bor. O'zgartirib qo'yganimizdan keyingi tablitsa bor. Endi ma'lumotlar kichkina. Bunda bilinmaydi. Agar ma'lumotlar katta bo'ladigan bo'lsa, o'zgartirishda albatta ehtiyot bo'ling va o'chirishda ham albatta ehtiyot bo'ling. Qanaqa qilib o'zgartiramiz? Orqaga qaytaramiz. Demak, Timur bilan Anvar bizda administratsiyada ishlaydi, Jahongir ITda va Aziz HRda ishlaydi. Endi yana demak buyrug'imizni qaytaramiz. Update xodimlar. Set bo'limi degan ustunini bizaga IT ga o'zgartirib ber. Were ID barobar. Demak, biz Jahongirni hozir administratsiya qilib yozib qo'ydik. IT ga qaytaryapmiz. Demak, 3 ID'si demak Jahongir 3 ekan. Va nuqta virgul qilamiz. Endi qilsak, demak, Jahongir IT ga yana bo'lim IT ga qaytdi. Xuddi shunaqa qilib Azizni ham update xodimlar set bo'limi barobar HR qilamiz. Tekst turdagi ma'lumot bo'lgani uchun bir tirnoq yoki qo'sh tirnoq ichida yozamiz va were ID barobar Jahongir ID'si bizda Azizning ID'si demak bizda 4 edi. Demak 4ni mana avvalgi holiga qaytardik. Bizda eng birinchi tablitsamizdan farqli ravishda Anvar demak ITda emas, hozir demak administratsiya bo'limida bo'lib qoldi. Xo'p. Eng asosiy 3 tasini ko'rib chiqdik. Demak, yaratilgan tablitsadagi ma'lumot yozish birinchisi, ma'lumotni yozish demak insert into orqali, ma'lumotni o'qish demak select orqali, ma'lumotni o'zgartirish demak bizda update orqali bo'ldi. Endi biz o'chirmoqchimiz. Biror bitta ma'lumotni o'chirmoqchimiz. Xo'p, nima qilamiz uning uchun? Xo'p. Yana bitta ma'lumot yozaylik, kelinglar. Tablitsamizga yangi ma'lumot yozamiz. Insert into demak
xodimlari. Qiymatlar qaysi bo'limlarga, demak, qaysi ustunlarga yozamiz? Demak, ism bo'limi va oyligi. Faqat shu ustunni yozmoqchimiz. Boshqa ustun kerak emas bizga hozir. Values. Valijon. Aytaylik bo'limi. Bular ham IT bo'limida ishlasinlar. Demak, oyliklari 1500 bo'lsin. Nuqta virgul bilan tugatamiz. Oyligi degan, demak, kolumn yo'q deyapti. Oyligi degan haqiqatan kolumn yo'q bizda. Oyligi deb yozdim, noto'g'ri. Bizda oylik degan ustun bor. Shuni to'g'ri yozishimiz kerak, demak. Insert into oylik. Values valijon IT. Va mana endi select all xodimlar. Valijon degan, demak, yangi ishchi, demak, IT bo'limiga olingan. Buni oyligi 3,5 ming. Ustamasi hozircha yo'q. Endi biza bitta, demak, qatorni o'chirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Yangi buyruqni o'rganamiz, demak, delete buyrug'i. Delete from. Xuddi select fromga o'xshab delete from xodimlar tablitsasidan, xodimlar jadvalidan o'chirgin. Agar delete from xodimlar deb enter bossam, nuqta virgul qilib enter bossam, butun tablitsamizdagi barcha 5 chala demak, qiymat ham o'chib ketadi. Timur, Anvar, Jahongir, Aziz, Valijon degan barcha qiymat o'chib ketadi, xuddi update ga o'xshab. Bu yerda ham faqat bitta, demak, maqsadli qatorni o'chirmoqchi bo'lsak, demak, were so'zidan foydalanamiz. Were id barobar 5 deyishimiz mumkin, Valijonni o'chirmoqchi bo'lsak. Yoki ismlari hammasiniki har xil-ku hozir. Jadvalimizda ism barobar, demak, Valijon yoki Aziz, Timur deb misol uchun ko'rsatishimiz mumkin. Nuqta virgul bosib turib enter bosamiz. Agar oylik barobar oylik barobar 3,5 ming deydigan bo'lsak, demak, bizda Valijon bilan Timur ketadi, o'chiriladi. Hozir ismini yozamiz, Valijon ketadi. Endi tablitsamizni qaytadan ko'radigan bo'lsak, mana ko'rganingizdek, oldingi tablitsamizdagi Valijon hozirgi yangi tabletsamizda yo'q. Xo'p, qo'shimcha bitta buyruq sifatida demak, biza ana shu tablitsamizni CSV ko'rinishida eksport qilib olaylik. Eksport qilib olamiz. Demak, buning uchun nima qilamiz? Hop, mod CSV qilib olamiz, albatta. CSV ko'rinishida eksport qilish uchun SQLite demak, o'zini komandasi, demak, output xodimlar deylik, xodimlar. CSV qilamiz va xodimlar CSVsiga chiqarib bergan. Nimani chiqarib berishimiz kerak? Demak, select all from xodimlar. Nuqta virgul. Va output standard out. Hop. Mod CSV qildik. CSV demak, ko'rinishiga o'tadi va output xodimlar.csv degan faylni yarat va unga select all from xodimlar degan tablitsani yozgin va .output standart out degani amalimiz tugadi, eksport amalimiz tugadi.
yana demak SQLite demak ichki o'sha konsoliga qaytgan ma'noda aytadi. Hozir endi SQL nuqtadan chiqadigan bo'lsak, demak SQL testga yangi demak xodimlar degan xodimlar.csv degan faylni yozgan bo'lish kerak. Mana Timur Anvar Jahongir Aziz demak xodimlar.csv degan bizaga Excelga chiqazib berdi. Endi ikkita, uchta tablitsani bitta CSV faylga eksport qilmoqchi bo'lsak ham, output standart outdan oldin bir qancha demak zaproslarni, bir qancha demak so'rovlarni yozishimiz kerak ekan. Bu qo'shimcha komanda sifatida darslarimiz davomida yana bir ko'rsatib o'taman. Nafaqat demak biror bir tablitsani CSV formatda eksport qilish, balki import qilishni ham demak ko'rsatib o'tib ketaman. Bugungi darslarimiz shu hozircha. Keyingi darslarda Xudo xohlasa demak CSV formatdan biza tashqaridan ichki ma'lumotlar omborimizga demak bizada ombormidi? Tables xodimlar, tashqaridan import qilib olishni ko'rib chiqamiz va asosiy demak ko'rib chiqmoqchi bo'lgan demak data query language bo'limimizni boshlaymiz. Bugungi buyruqlar demak ombor yaratish, ma'lumotlar omborini yaratish, tablitsa yaratish, tablitsaga ma'lumot yozish, uni o'qish, u ma'lumotlarni o'zgartirish va u yerdagi ma'lumotlarni o'chirishni albatta qaytadan o'zinglar ko'rib chiqinglar. Shu. Rahmat.